Tesla House'ga kelib, men bilan birinchi ko'rishgan odamni menga beradigan savoli, uka, aktiv bo'lmay qo'ydi, videolar kamayib ketdi-yu deydi. Birinchidan videolar kamayib ketgan sababi ishimiz juda ko'payib ketdi. Polniy mahallani ikki taraflama Tesla bo'lib ketdi. Bu juda ham bir tarafdan noqulaylik tuyulyapti. Yaxshi, bir tarafdan qo'shnilarimiz yaxshi. Ikkinchi sababi akalar, sizlar aktiv bo'lmayapsizlar. To'g'ri, men bloger emasman, men usta odamman. Qilgan ishimizni qo'limizdan kelgancha chiroyli qilib, klientga Tesla olmoqchi bo'lgan odamga yetkazib berishga harakat qilyapmiz. Maksimalni aktiv bo'lib, repost qilib, like bosib tursanglar, Teslaga qiziqayotgan odamlar, Tesla olmoqchi bo'lib, qo'qib yurgan odamlar. Biz o'zbek birinchi inomarka oladigan bo'lsa, beradigan birinchi savoli bu: mashina buzilib qolsa, zapchasini topa olmaymanmi? Zapchasini topgan taqdirimda ham bir professional ustalar bormi degan savollar bilan qiynab yurishadi, olgani qo'qishadi. Shuning uchun maksimalni aktiv bo'lib, hamma videoda repost qilib, podelиться qilib, like'lar bosib tursanglar, xudo xolasa, shu Tesla olmoqchi bo'lgan odamlarga ham yetib boradi. Buzilmasin, xudo xolasa, idealni bo'lsa, biroq kavlamasa buzilmaydi. Buzilgan taqdirda ham mana mashinani tiniq qilib tuzatib beradigan, vaqtida 150% garantiyasi bilan tuzatib beradigan ustalar bor deb xalqqa yetkazib berish kerak bo'ladi. Buning uchun sizlardan podesha kerak bo'ladi. Shuning uchun aktiv pasayib ketganligi uchun o'sha video qo'ygim ham kelmay qoldi. Bir tarafdan, ikkinchi tarafdan aytib o'tganimdek, ishimiz juda ko'p. Ish jarayonlari davom etyapti. Xudo xolasa bemalol aloqaga chiqarasizlar.